Ko'rib turganingizdek, ultra tovush tozalagich eng qiyin kirlarni ham bir necha daqiqada tozalab beradi. Endi esa bizda mavjud modellarga e'tibor bering. Bizning Starmix zargarlik asbob-uskunalar sotuv uchun mo'ljallangan do'konimizda mayda detallar uchun mo'ljallangan moykalardan tortib 50 litrgacha bo'lgan professional modellar mavjud. Ultra tovush moyka qanday ishlaydi? Bu qurilma oddiy yuvish emas, bu yuqori texnologiya. Moyka ichida kuchli ultra tovush to'lqinlar hosil bo'ladi. Suv ichida millionlab mayda pufakchalar paydo bo'ladi. Ular ko'zga ko'rinmaydi, lekin juda kuchli. Shu pufakchalar portlab, kir, yog' va zangni hatto eng nozik joylardan ham ajratib tashlaydi. Natija: qo'l yetmaydigan joylar ham toza. Zargarlik buyumlar va boshqa detallar hammasi bir necha daqiqada yangidek bo'ladi. Ultra tovush moykalar. Bu nafaqat oddiy tozalash, balki eng mayda kirlarni ham chuqur darajada yo'q qiladigan texnologiya. Ular qo'l yetmaydigan joylarni ham oson va tez tozalash uchun yaratilgan. Masalan, zargarlik buyumlari, uzuk va tilla mahsulotlar hech qanday zarar yetkazmasdan yangi holatga keladi. Ko'zoynaklarda esa linza va ramka orasidagi ko'rinmas kirlar ham to'liq tozalanadi, hech qanday chizishsiz. Soatlar ham ehtiyotkorlik bilan tozalanadi. Mexanizmga zarar bermasdan tashqi ko'rinishi yangilanadi. Elektron platalarda esa eng nozik joylargacha yetib borib, chang va kirlarni mukammal darajada olib tashlaydi. Katta hajmdagi ultra tovush moykalar esa avtomobil ehtiyot qismlari va yirik detallarni tozalash uchun mo'ljallangan. Masalan, karburator, injektor yoki yog' bosgan metall qismlar qisqa vaqt ichida tozalanadi. Shu bilan birga, zargarlik ishlab chiqarishda ham katta hajmdagi moykalar keng qo'llaniladi. Bir vaqtning o'zida ko'plab uzuk, zanjir va detallarni tez va bir xil sifatda tozalash imkonini beradi. Bu esa ishlab chiqarishda vaqtni tejaydi va mahsulot sifatini yanada oshiradi. Video boshida aytib o'tganimizdek, ultra tovush moykalar zargarlik sohasida ham keng qo'llaniladi. Shu o'rinda sizlarga yana bir muhim bo'lgan ma'lumotni aytib o'tsak. Zargarlik buyumlarini tozalashda to'g'ri jarayon va to'g'ri vosita juda muhim. Ko'pchilik oddiy shampun yoki gel ishlatadi, lekin bu qisman noto'g'ri yondashuv. Chunki oddiy vositalar tozalash jarayonini to'liq bajarmaydi. Eng muhimi esa cho'ktirma jarayonida suv tarkibidagi oltin to'liq ajralmasligiga olib keladi. Shuning uchun ultra tovush moykalar uchun maxsus mo'ljallangan suyuqlik ishlatish kerak. Masalan, Eurotechnish brendining maxsus shampuni tozalashni chuqur va samarali bajaradi. To'g'ri tanlangan eritma bilan ultra tovush tozalash jarayoni nafaqat tez, balki bir xil va barqaror natija beradi. Bu esa yasalayotgan zargarlik mahsulotlari uchun ham mukammal tozalashni ta'minlaydi. Natijada esa har bir detal chuqur tozalangan, yorqin va tayyor holatda chiqadi. Bu esa mahsulotning sifatini ko'z bilan ko'rinadigan darajada oshiradi. Do'konimizda mavjud bo'lgan moykalarni 3 turga bo'lib olsak: kichik hajmdagi moykalar, o'rta hajmdagi moykalar va katta hajmdagi moykalar. Kichik hajmdagi ultra tovush moykalar asosan zargarlik ustalari, kichik ustaxonalar va do'konlar uchun mo'ljallangan. Ular uzuk, zanjir, sirg'a kabi mayda buyumlarni tez va ehtiyotkorlik bilan tozalash imkonini beradi. Shuningdek, ko'zoynak, soat va kichik detallar bilan ishlovchilar uchun ham juda qulay va samarali yechim hisoblanadi. Ixchamligi sababli kam joy egallaydi va kundalik ish jarayonini ancha yengillashtiradi. O'rtacha hajmdagi 10 litrdan 30 litrgacha bo'lgan ultra tovush moykalar ko'proq ish hajmiga ega ustaxonalar va servislar uchun mo'ljallangan. Ular bir vaqtning o'zida bir nechta zargarlik buyumlari yoki detallarni
tez va bir xil sifatda tozalash imkonini beradi. Shuningdek, avtoservislar, elektronika ustalari va kichik ishlab chiqarishlar uchun ham juda qulay va samarali yechim hisoblanadi. Bu turdagi moykalar ish unumdorligini oshirib, vaqtni sezilarli darajada tejaydi. 50 litrli ultra tovush moykalar katta hajmda ishlaydigan servislar va ishlab chiqarish sexlari uchun mo'ljallangan. Ular yirik detallar, avtomobil ehtiyot qismlari va ko'p miqdordagi buyumlarni bir vaqtning o'zida tez va samarali tozalash imkonini beradi. Shuningdek, zargarlik ishlab chiqarishda ham ko'plab mahsulotlarni bir xil sifatda qayta ishlash uchun juda qulay. Bunday kuchli moykalar ish samaradorligini oshirib, vaqt va xarajatni sezilarli darajada kamaytiradi. Agar siz ham ish jarayoningizni tezlashtirib, sifatni yangi darajaga olib chiqmoqchi bo'lsangiz, to'g'ri tanlov qiling. Bizda har xil hajmdagi ultra tovush moykalar mavjud. Shuningdek, zargarlar va zargarlik korxonalari uchun kerakli barcha asbob-uskunalar Starmix do'konimizda mavjud. Qaysi model sizga mosligini bilmoqchimisiz? Pastda qoldirgan ishonch telefon raqamlarimizga aloqaga chiqib, batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi. Izohlarda esa keyingi video nima haqida bo'lishini yozib qoldiring. Bizni kuzatishda davom eting. Obuna bo'lishni unutmang.